Assalomu alaykum do'stlar, siz Kinotime'dasiz. Bugun e'tiboringizga 2008-yilda suratga olingan Sotilgan ko'z yoshlar filmini taqdim etamiz. Qulayroq o'rnashib oling va biz boshladik. Dahshatli urushdan so'ng dunyoda barmoq bilan sanagudek erkaklar qolishgandi. Tirik qolgan ayollar esa yashab qolish uchun qo'llaridan kelgancha kun ko'rishni boshlashdi. Film voqealari go'zal ayollar bilan to'la bo'lgan Pokarp shahridan boshlanadi. Butun boshli shaharda faqatgina na o'zidan va na moyi qochgan dankratidan foyda bo'lmagan Biza ismli qariya erkak bor edi xolos. Kunlardan birida Mala shahar yonidagi ko'lda cho'milgani keladi. Afsonalarga ko'ra bu ko'l eri urushidan qaytmagach 7 kun u 7 tun ko'z yosh to'kkan buvilarning ko'z yoshlaridan paydo bo'lganimish. 7 kunlik ko'z yoshlardan so'ng u o'z yuragini toshga aylantirish uchun o'zini la'natlagan va o'sha kundan beri u shahardagi bosh kitoboyga aylangan. U kim deysizmi? Ular dafn marosimlarida yoqa yirtib yig'lab beradigan xotinlar hisoblanadi. Ishonchim komilki, bunday kasb o'zimizda ham bor. Bizda ularni marsiyachilar deyishadi. Uning bu kasbi esa avloddan avlodga o'tib kelgan va bu kasb hozirda opa-singil Agnenka va Malalarga meros qolgandi. Bu shaharda bolalarning bo'yi qirolniki bilan teng bo'lishi bilan uni urushga jo'natishgan. Bu urushdan esa bor yo'g'i 2 ta erkak qaytib kela olgandi. Ammo oradan ko'p o'tmay ikkovi ham bandalikni bajo keltirgan. Birinchisini tosh bosib o'ldirgan, ikkinchisi esa shaharni bir o'zi himoya qila olmasligini bilgach, yagona daromad manbalari bo'lmish uzumzorga mina o'rnatib chiqqan, biroq burtinga bit tushkur minalarni qayerga o'rnatganligini bilmagan va oqibatda o'zi ham samolarga parvoz qilgan. Bu voqeadan so'ng ayollar bu yerga minali qabr deya nom berishdi va terim vaqti kelganda u yerga kiradigan ayolni aniqlash uchun cho'p tortadigan bo'lishdi. Omadi kelmagan qizlar esa yosh holiga juvonmak bo'lishgan. Kunlardan birida marsiyachi opa-singillarga Nada ismli qiz murojaat qiladi. U ularni o'z dafni uchun yollamoqchi edi. Sababi uzumzorga kirish uning navbati edi. Opa-singillar rozi bo'lishadi va dafn marosimini repetitsiya qilishadi. Biroq yig'la olmayotgan Agnenka qandaydir qayg'uli voqeani eslashga harakat qiladi. Ko'p yillar oldin to'ylari kuni uning erini chimildiqqa ham kirmaslardan oldin urushga olib ketishgandi. Bu ham yordam bermagach, opasi unga yordam berish uchun uning 22 ga kirganligini va erkaklar yo'qligi sabab bir umr tul bo'lib o'tib ketishini eslatadi va bu ish beradi. Opa-singillar endi yig'ina boshlashganda hamki Nada ularga xalaqit beradi va o'z hikoyasini so'zlaydi. U qariya Bizadan bo'sa olganligini aytadi va buni eshitgan opa-singillarning ko'ngli aynishni boshlaydi. Nada esa erkak ko'rmasdan o'lib ketgandan ko'ra, ko'tarilmasa ham qariyani dankratiga minish unga afzal bo'lganligini aytadi. Bechara qariyaning sog'lig'i Nadaning sho'xligidan so'ng yanada yomonlashgan va shahar jodugarining qo'lidan ham hech nima kelmaydi. Tunda opa-singillar shahar ayollari molday ichib, sigirday sog'layotgan barga kelishadi va hali tirik ekan, oxirigacha kayf qilib qolishni istayotgan Nada barmendan unga eng o'tkir ichimlikni berishni so'raydi. Bu ulgurni ichganlaridan so'ng qizlarning ko'zlariga o'lgan erlari ko'rinishni boshlaydi. Ertasi kuni minali uzumzorga kirayotgan Nada opa-singillarga qariyaga berishga rozi bo'lganligini va buni endilikda ular qilish kerakligini ma'lum qiladi va bir necha qadamdan so'ng u ham samolarga uchadi. Bundan so'ng opa-singillar Nadaning vasiyatini bajarish uchun Bizaning yotog'iga kirishadi. Mala o'ylab o'tirmasdan Agnenkani qariyaga uloqtiradi. U esa qo'rqib ketganidan quloqni yirtkuday qichqirib yuboradi. Oqibatda yuragi yorilgan Biza ham tarki dunyo qiladi. Bu qilgan jinoyatlari uchun opa-singillarni o'limga hukm qilishadi. Hayotlarini saqlab qolishga umid qilgan Mala esa 3 kun ichida yangi erkak topib kelishga ont ichadi. Jodugar bunga rozi bo'ladi, biroq ularni aldaydigan bo'lishsa, ularni butun umr tafqilana tark etmasligiga so'z beradi. Ertasi kuni erkak izlagani yo'lga chiqqan opa-singillar buning unchalik ham oson ish emasligini tushunishadi. Yo'l yurishsa ham mo'l yurib, nihoyat bitta pompalovni uchratishadi va uni olib ketmoqchi bo'lishadi, biroq chuchvarani xom sanashgandi. Shu xom semizni ham tillani himoya qilgandek qo'riqlashardi. Oqibatda qizlar erkaksiz qolishdi. Yana biroz yurishgach, yana bir erkakka duch kelishadi, biroq u ham erkak kiyimini kiyib olgan qiz bo'lib chiqadi. Erkaksirab qolgan qiz armiyaga kirish uchun shunday kiyinib olgan edi. Yana yo'l yurib katta shaharga kelgan qizlar nihoyat izlaganlarni topishadi. U yerda Agnenka mahalliy aholi Po'lat odam deya ataydigan Dragalyub ismli sirkashni sevib qoladi. Nigohlar to'qnashgach, bu ikkovi bir-birlarini sevib qolishadi va Dragalyub qizni birga parvoz qilishga taklif qiladi. Bu vaqtda shaharning boshqa tomonida bo'lgan Mala qizlarning yuragini o'g'irlayotgan mashhur qo'shiqchi Arsaga duch keladi.
Tentaklarning parvozi daryoga kalla tashlash bilan yakuniga yetadi. Agar Agnenka bo'lmaganda Dragalyub ham bandalikni bajo keltirgan bo'lardi. Qiz uning hayotini saqlab qolganligini bilgan erkak unga uning yordamchisi bo'lishni taklif qiladi. Bir to'da ayollar ichida qolib ketgan Arsa esa bundan charchab ketganidan ularga shart qo'yadi va kim uning gulini daryodan birinchi bo'lib olib chiqa olsa, uning ayoli bo'lishini aytadi va Mala g'olib bo'ladi. Hamma yoqda ursur to'polon bo'lib turgan vaqtda Agnenka va sirkachilar u yerdan surib qolishadi va yo'l bo'yi Arsa va Malalarni ham o'zlari bilan olishadi. Uzoq safarga chiqqan to'rtovlon sekin-asta bir-birlariga o'rgana boshlashadi. Buning yaqqol misolini Agnenka va Dragalyublar misolida ko'rish mumkin edi. Biroq Arsa negadir Maladan o'zini olib qochayotgan edi. Yo'l bo'yi qizlar qo'l kiyimlarini almashtirish uchun bir chekkada to'xtashadi va Arsa nihoyat Malaning yarim ochiq badaniga ishqiboz bo'lib qoladi va ular o'rtasida ham muhabbat paydo bo'ladi. Agnenka Dragalyubni Pokarpga bormaslikka ko'ndirmoqchi bo'ladi, ammo Dragalyub go'zal ayollarga to'la shaharni o'z ko'zlari bilan ko'rishni istardi. Bu gapdan so'ng Mala Arsani Dragalyubni tashlab, hayotlarini yangitdan boshlashlari mumkin bo'lgan Belgradga jo'nab ketishga ko'ndiradi. Ammo tentaklar tobut ortilgan mashinani uxlatib ketganliklarini tushunishadi. Bu vaqtda Pokarpga yo'l olgan juftlik bir-birlariga qiziqarli hikoyalarni so'zlab berishadi. Dragalyub Belgradda qurilayotgan dunyodagi eng baland bino bo'lmish Albaniya qasri haqida so'zlaydi va uning ustida tryuk amalga oshirishni orzu qilishi haqida aytadi. Agnenka ham biroz muddatga u bilan Belgradga ketish haqida o'ylab qoladi, biroq xalqiga bergan va'dasi sabab o'z shahriga qaytish fikridan voz kechmaydi. Ertasi kuni tongda ular nihoyat shahargacha yetib kelishadi. Bu yerda esa uzumzorga tushadigan navbatdagi omadsizni aniqlashayotgan edi va Sanya bugungi qurbonga aylandi. Dragalyubni ko'rgan ayollar oldiniga uni ko'zlariga ko'rinyapti deb o'ylashadi, biroq uning qattiq mushaklarni ushlab ko'rishgach, barchasi unga xira pashchada yopishib oladi va Sanya haqida umuman unutishadi. Buni ko'rgan Agnenka esa yigitini bir to'da sigirlardan rashk qilishni boshlaydi. Bundan so'ng Dragalyubning iste'dodi sharofati bilan hosilni xavfsiz yig'ib olish yo'lini o'ylab topishadi. Qishloqqa qaytishgach, barcha an'anaviy tarzda uzumdan vino tayyorlashga tushadi va bu katta bayramga aylanib ketadi. Ziyofatning bosh qahramoni esa Dragalyub edi. Bu vaqtda jodugar opa-singillarga atagan tafqi la'natini qaytarib oladi. Biroq Agnenka bu vaqtda o'zini yolg'iz va keraksiz his qilayotgan edi. Ammo kutilmaganda Mala unga yordam berish uchun ortiga qaytadi. Birgalikda barga qaytgan qizlar Dragalyub allaqachon boshqa jononlar bilan til topishganligini ko'rishadi va uni olib ketmoqchi bo'lishadi, biroq qolganlar ularning oldiga to'g'anoq bo'lishadi. Biroz o'tgach u yerga Arsa ham kirib keladi va qizlar endi unga yopishishni boshlashadi. Endi Mala rashk o'tida yonishni boshlaydi. Endilikda ikkita erkakdan qaysi birini tanlashni bilolmay qolgan qizlar ularni to'shakda sinab ko'rishga va qaysi biri uzoqroqqa chidab bersa, o'shani qoldirishga qaror qilishadi. Dragalyubga bu gap yoqib tushadi, biroq kutilmaganda uning boshida butilka sindirgan Mala u faqat unga tegishli ekanligini e'lon qiladi. Ertasi kuni o'ziga kelgan Dragalyub ustida kecha bir o'limdan qolgan Sanya turganligini ko'radi. U ham qolgan qizlar qatori erkak ta'mini tatib ko'rish uchun kelgandi, biroq qalbining tub-tubida uning Agnenkaga tegishli ekanligini tushungach, ularning birga bo'lishlari kerakligini aytadi va shunda ham erkakni vidolashuv sovg'asisiz qoldirmaydi. Opa-singillar Belgradga yo'lga chiqishganda Dragalyub ham ular bilan ketgani chiqadi. Biroq undan jahli chiqqan qizlar uni urib yorib, shunchaki yo'llarida davom etishadi. Bu vaqtda Arsa uning siqib suvini ichmoqchi bo'layotgan ayollardan qocharkan, bilmasdan minali uzumzorga kirib qoladi. U endi o'ldim deb turganda olomon orasidan opa-singillar chiqib kelishadi va Mala uni qutqarish uchun uning oldiga boradi. Biroq bundan oldin singliga Dragalyub bilan birga Belgradga jo'nab, birgalikda yangi hayot boshlashlarini vasiyat qiladi. Mala Arsaga u suvga tashlagan gulini bergach, undan qaynoq bo'salar oladi va juftlik olovli raqsga tusha boshlashadi. Bu vaqtda minalar ham tilga kirib, oxir-oqibat sevishganlarni o'z bag'riga oladi. Bu voqeadan so'ng Agnenka Dragalyub bilan yangi hayot boshlash uchun Belgradga yo'l oladi va erkak orzu qilganiday dunyodagi eng baland bino ustida tryuk namoyish qilib, millionlarning qalbidan joy oladi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.